Bak kızıyor. İşlatishga, nimaga ishlatishmaysanlar? Tekin. Ishlat. Yo'q, ha? Ishlat, mana uni ko'tarib yuravermasdan ishlatishga odamlar qarab turibdi-yu. Ya bo'ldi, siqilma jigar. Bolalar bilan pul tashlash problemani hal qilamiz. Bolalar kecha klubga boramizmi? Qara, farosat ko'rinmaydi, lekin bilinadi-da. Ishlat. Bu odam muammosini gapiryapti, gaplashib o'tiribmiz. Nima deyapsan? Bu megabayt ketmaydi-yu. Ishlatinglar. Aka siz bormay qo'yarasizmi? Paltoni qanchaga olding? Vobshe kiyimlar ham qimmat bo'lib ketgan. 1 millionga oldim. Senlar ishing nima bo'ldi? Kecha mana xolodilnik oldim, qimmat olib qo'ydimmi deyman-de. Kecha men ham mebel oldim. 4,5 ming. Hech qayerda arzon narxdagi mebel topa olmadim. Nimaga tushunmaysanlar? Qo'ydi qo'ltig'imisanlar. Ishlatish, mana uni ko'tarib yuravermasdan Play Market bilan App Store'dan mumkin degan ilovani tortib olinglar, deyapman men sizlarga. Qo'yag'imsizlar, qayerda nima aksiya bo'layotgan bo'lsa, skidka bo'layotgan bo'lsa, ko'rsatadi shu ilovada. Mebel deysanmi, kiyim-kechak deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, tur deysanmi, nimaki aksiya bo'layotgan bo'lsa, ko'rsatadi mana unda. Skachat qilib ol, 5 soniya vaqting ketadi. Mumkindagilarga aytaman, farosatda ham skidka qilib qo'yishadi. Ash yerdan olib olishga.